Agar skuteringiz qishi bo'yi turib, akkumulyator o'tirib qolgan, yangi akkumulyator qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu mana 6 talik akkumulyatorli skuterimiz mana shu avtomatni joyida yangi holatga, remont holatiga olib kelishyapti. Tashqari akalar, Laboda qotili bo'lgan yangi elektr skuter, ya'ni ko'rib turganlaringdek Labo bilan qadimgi bir xil. U ham 1 tonna yuk ko'taradi. Zajiganyasini bitta ko'ring. Vodiydagi eng arzon skuterlar sotiladigan joyga kelganmiz. Undan tashqari O'zbekistonda yangilik bo'lgan Laboda qotilini ham sizlarga to'liq obzorni qilib beramiz. Birinchi bo'lib eng arzon skuterlar, ya'ni $240, $200, hoji skuter, 7 million 100 mingdan mototsikl fasondagi skuterlar. Undan tashqari ichkarida juda katta assortimentlar bor. Sizlar videoni boshlab bittadan like bosib qo'yinglar. Avtomatni yana oldiga kelganmiz. Bu toychog'imizni alohida bitta obzor qilib beramiz. Bu kichik, bu obzorimizga sig'maydi. Chunki bu ham zo'r narsa ekan. 1 tonna yuk ko'tarar ekan. Labo bilan bir xil kabinkalari bor ekan, avtomat. Aka, buni zatning kameralari bor. Eng asosiysi buni zavoddan olib chiqib, masalan, bizni olganlarga shumka qilish keragi yo'q. Buni bersalaring bo'ldi, mana. Ha, shumkasi bilan. Shumkasi bilan keling-da, aka. 2 qavatli shumka qilingan aka. Ancha munchaga yana. Ponni shumka, hamma yo'q. Rullari bor, elektron tablo. 70 ga chiqadi, zatning kameralari bor. Hamma yo'q bor. Tormozda ekan. Bo'ldi, bo'lmasam qarang, buni alohida chiqaramiz. Eng arzon skuterlardan $240. 3 million skidkada. Aha. Xo'p. Monisi $200 aka. Samakatimiz, ha? Bu $540, oldi tiks tormozli. Aha. 18 kali 7 million 100 ming retroyimiz, oldi oqish tiks tormozli aka. Aha. Xo'p, 32 amperliklar 5 ta qo'yilgan. $650 aka. $650 bu. Ha? Yo'q, akkumulyator. Hozaka skuter. Yuklamochi. Yuk ko'taradi. 1 tonnali $1100, kabinkalisi $1250, 1 tonnaliklar. Hop, bu bor $800, 5 kilolik kabinkali, yarim kabinka $1150. Hojaga istagan modellarimiz $650 dan. Bundan kichkinalarchi, nari chekkada. O'sha 650 aka. 650 da. Ha. Bu veloskuterlarimiz 3 million 100 ming so'mdan. Keyin yana qanaqa modellarimiz? Eng asosiysi video boshida aytib o'tdim. O'zi mana akkumulyator almashtirishyapti skuterga, ya'ni skuter zapchasi, velosiped zapchasi, undan tashqari remontlar ham bor. Servisimizdan, servislar ham bor. Xo'p, bular 7 million 100 ming so'mdan aka. Aha. Bu modellarimiz 6 akkumulyator $420 dan. Skidkada mo'larimiz $430 dan. Bunisi $460, bular $350 dan demashdiki. 350. 4 milliondan, $450 dan, Aha. $300 dan aka. Bular $300. Bular qancha yuradi mashina? Velosiped 40 dan 60 kilometrgacha yuradi. Aha. Orqasi 4 ta amortizator bor, 20 ga 30 yumshoq balon, 8 diskali bo'ladi. Akkumulyator ko'tarib zabt qiladi. Velosiped toifasida eng katta gelbi akkumulyator shunda. Xo'p, bu bor, 8 $300 aka. Aha. $400, 5 talisi, $410, $415, 6 talisi. Ya'ni 5 ta akkumulyatorli, 6 ta akkumulyatorli farqi. Farqi bor. Bu demak $400, 6 ta akkumulyatorli. Aha. Xo'p, monisi 6 ta akkumulyatorli, $430. Xo'p. $160, 1 million 900 ming so'm. Molarimiz, monitorlarimiz $400, $450, $670, 2 ta akkumulyatorlisi. Xo'p, $550, $580, $500, $770, 4 million 100 ming so'm. Mana sotiladimi mana? $200 rабочий aka. Elektronni, ha? Ha, yuradi, hamma yo'q yaxshi. Validning kalyasiga $200 ekan. Chemeta kama bor, o'rtada taqlanadi, $300 bu ham. Molarimiz $900, $950, 7 million 100 ming so'm, 4 million 100 ming so'm. Xo'p, modellarimiz qoldi. Bu $370 listi bor, $370 deylik. Bu $390. Bu $400. $400. Hammasini aytib o'tdi-ya. Aha. Xarakteristikasini qaysi bir ma'qul kelsa rasmini tashlab beramiz. Ha, ya'ni qaranglar, hozir sizlarga to'liq shu narxini o'zini aytdingiz, juda zo'r. 2x ta obzor bo'ldi, ya'ni hali sekinlamadik. Shunday telefon qilinglar, qaysi biri yoqsa, bunisi desa, siz screenshot qilasizlar. Narx-navo, dastavka hammasini aytishadi. Dastavka qanaqa bo'lyapti? Vodiy bo'yicha, Toshkent bo'yicha dastavka puli oldindan. Dastavka albatta pulli bo'ladi. Dastavka puli oldinga skuter pul borgandan keyin bo'ladi. Aha. Voha bo'yicha 100% to'lov bilan chiqarib beramiz. Ha, vohaga 100%, lekin shu aytilmagan mahsulot chiqsa-chi, skuterdan ham defekt chiqib qolishi mumkin. Aytmagan narsasi bo'lib qolsa, defekt ancha-muncha chiqmaydi aka. Chiqmaydi? Yo'q, nihoyatda bu narsaga biz xushyor qaraymiz. Aha. Bular injiq odam bo'lsa, ama bilmayman tag'in aka. Lekin 100% o'sha videoda ko'rsatilgandek mahsulot yetib boradi.
Ha, o bizda undan narsa bo'lmagan biror marta dastakamiz aka. Unaqa bo'lmaydi. Holatda. Voqea ko'pincha ham bo'lishi mumkin hozir. Bo'lishi mumkin. Shu vodiy ichida Toshkent bo'yicha unaqa holatlar juda kam. Pashti yo'q hamda. Chunki bu mahsulotlar Vohada chunki nimaga bunaqa bo'ladi? Borayotgan paytda shopirlarimizni qiynab berishyapti. ha, Hop, bu kunlar material chiqardik. Mijoz bu tovarni shopirdan tushirib ko'rolmaganda, ha, ko'rolmagan. Shuni uyga olib kelib turib, "Menda ayb bor ekan" deyapti. Videosiga syomka qilib biz yuklab olganmiz shopirga. Hamma defektsiz deb. Defektsiz. Videoda ham o'sha defekt yo'q edi. Aha. Kelgandan keyin bo'lyapti. Yo, gumonni shopirda bo'ladi, klientda bo'ladi-da. Yo, o'zi olib kelyapti Shopir bilan. borganda telefon qilish kerak. Shunaqa holat bo'ldi deb. Shopirdan undiriladi bu narsa. Aha, to'g'ri, to'g'ri. Aytib o'tganimizda qaranglar, qaysi bir modelimiz, qaysi bir skuterimiz yoqqan bo'lsa, screenshot qilib tashlanglar. Sizlarga to'liq ma'lumot berishadi. Telegram, WhatsApp istalgan turdagi ijtimoiy tarmoq bor, aloqa chiqarsizlar, guruh tugalarida kanallari ham bor, o'zlari kirib to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin.